Minecraft, lekin biz Crystal Uz serverda obunachilar bilan birga o'ynaymiz. Hammangizni bu serverda kutib qolaman. Versiyalar 1.20 Bu yerda ko'rib turganingizdek, spawnga yaqin qishloq bor. Ya'ni spawn u yerda, qishloq bu yerda. Ya'ni siz bu serverga kirib hech qachon afsuslanmaysiz. Va bu yerda 5 tadan ortiq kuznitsa bor. Va bu yerda spawnga yaqin katta g'or bor. Shu g'orlardan tezgina kuchayib olsangiz bo'laveradi. Soat 6 dan 12 gacha ishlaydi. Shunchaki bu serverda o'ynamaysiz. Siz o'z olamingizni, o'z dunyoyingizni, o'z uyingizni va o'z oilangizni, o'z do'stlaringizni, o'z jamoangizni yaratasiz. Sizlarni kutib qolaman.